Xayrli kun yaxshilar. Yurtimiz bayrog'ini ushbu ro'yxatda birinchilikda turganini ko'rib, qaysidir sport musobaqasida yutimizda deya xursand bo'lishga shoshilmang. O'tgan yilning noyabr oyida xalqaro IQ Air portali ma'lumotlariga ko'ra, ushbu ro'yxatda Toshkent shahri havosi eng zararli nuqtaga yetib borgani va shu sababli dunyo mamlakatlari ichida birinchi o'ringa chiqib olgani aks etgan. Atmosfera muvozanatining buzilishi, nafas olayotgan havomizning ifloslanishi ayrimlar uchun oddiy ekologik hodisadek tuyular, lekin ushbu jarayon allaqachon odamlar salomatligini xavf ostiga qo'yayotgan muhim masalaga aylanib ulgurgan. Bugun biz havo sifati bo'yicha xalqaro reytinglardagi peshqadamligimiz, uning sabab va oqibatlari, tashkil etilayotgan eko-reydlar natijalari haqida mutaxassislarga gapiring deymiz. Xush kelibsiz. Biz dasturni bekorga yuqoridagi reyting bilan boshlamadik, negaki Toshkent bir paytlar odamlar orzusidagi shahar edi. Masalan, rus yozuvchisi Samarqand ustidagi yulduzlar trilogiyasi muallifi Sergey Borodin o'z xotiralarida shunday yozadi. Toshkent chegara tashqarisida ham anchayin mashhur edi. Ayniqsa uning iqlimi, Toshkent ob-havosi hayratlanarli. Osmon moviy rangda, yer esa shaharning hamma joyida yashil. Biz qayerda xato qildikki, Toshkent bugun mana shunday holatga keldi? Toshkent shahar atrofini 90% issiqxona tashkil etadi. Shahar hududining ichida yo'q. Bunda bizda shamol guli degan, ya'ni polya rasseyani deymiz. Shamol esishi hammasi poytaxtning ichiga qarab keladi. Bu iqlim o'zgarishiga shunga bog'liq. Iqlim o'zgarishining sababida bu yerda yomg'ir yog'ishi, kunlarimiz isib ketishi, ma'lum bir miqdorda bulutlarning pasayishiga ham olib keladi. Shuni hisobiga ham shamol aylanmasi sekinlashib qoladi. Shuni hisobiga ham misol uchun har xil hid, noxush anaqalar paydo bo'ladi. Havo avvalambor insonga kerak-da, odamga kerak, fuqaroga kerak. Lekin biz juda ko'p narsani davlatdan kutishga o'rganib qolganmiz. Havo sifati yomonlashib ketganda ijtimoiy tarmoqlarda bir hashtag ommalashadi. Bizga toza havomizni qaytaring degan. Kechirasiz, havoning tozaligi davlatdan ko'ra o'zi siz va bizga kerak. Biz mas'ulmiz unga. Nima deb o'ylaysizlar? Bugun odamlarning ekologik madaniyati qay darajada o'zi? Qanday hollarda inson tarafidagi beparvolik oqibatlarini ko'rish mumkin? Oddiy misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Ekologik madaniyat, o'zi madaniyat so'zini ma'nosidan kelib chiqib oladigan bo'lsa, uni oiladan, o'zimizning muhitimizdan boshlashimiz kerak. Oddiy bir kinoteatr, har bir ko'rgazma zallariga borsangiz, oddiy chiqib ketishingizda o'zidan orttirgan chiqindilar qolib ketadi. Bu ham oddiy bir madaniyat. O'zi bilan olib chiqib ketishda ham shuni imkoni bor. Lekin shunga e'tiborsizmiz. Yoki qaysi bir shu yoningizda o'tirgan odam gapirishi mumkin, olib ket. Shu narsa chiqindini tashlab ketma degan ma'noda. Bu ham oddiy bir yechim. Shunchaki o'zimizdan kelib chiqib, yon atrofimizni qo'rqishdan просто unga to'g'ri tushuncha berishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak hammaga. Umuman odamlarimiz ekologik madaniyati bugun talabga javob beradimi? Chunki davlat borib bir haligi o'sha filtrsiz korxonani aniqlash shart emas-da. U qo'shnisi bor, uni yonida shuncha odam bor, yashaydi, shular ham ko'rib turibdi, bilib turibdi. Menga nima, mening tomorqam undan chetroqda-ku yoki men haligi endi sotqinlik qilamanmi degan tushunchalarimiz bor-da, hali ham azaldan qolib ketgan. Ekologik madaniyat shakllantirishni o'zi ekologiyaga munosabatdan boshlash kerak-da. Odamning ekologiyaga munosabati qanday bo'lsa, madaniyati shuni asosida shakllanadi. Yurtdoshlarimiz fikrini eshitdik. Kimdir havo tozaligi uchun o'zini mas'ul deb bilsa, yana kimdir bu menga tegishli muammo emas deyapti. Lekin gap aholi salomatligi, bolalar va keksalar xavfsizligi haqida ketar ekan, bunday muammolar barchani birdek xavotirga solishi kerak. Ya'ni mutasaddilardan tortib oddiy aholi qatlamigacha. O'tgan yilning kuz oylarida tashkil etilgan eko-reydlar ham aslida ushbu texnogen vaziyatning qanchalik jiddiy darajaga yetgani haqida signal bo'ldi. Xo'sh, ushbu jarayonlar davomida qanday natijalarga erishildi? Hozirgi kunda bizda Davlat ekologik ekspertiza markazi tomonidan Vazirlar Mahkamasi qarorlari ishlab chiqildi. Bu asosida yuqori toifali, ya'ni ko'rsatkichi yuqori bo'lgan, atmosferaga tashlamasi ko'p bo'lgan korxona va tashkilotlarga filtr o'rnatilishi talabi qo'yildi. Ya'ni filtr bo'lmasa, o'sha korxonani faoliyat yuritishi taqiqlanadi. O'zi mana ekologik ekspertiza degan iborani ichiga bir chuqurroq kiraylik-da. U qanday holatlarda amalga oshiriladi? Kimnidir murojaati asosida amalga oshiriladimi yo to'g'ridan to'g'ri o'zi borib vaziyatni o'rganishi mumkinmi? Va qanday bosqichlari bor? Ekologik ekspertiza bu qurilishi rejalashtirilgan yoki rekonstruksiyaga tushgan har qanday obyektlarni atrof muhitga ta'sirini baholash jarayoni bu. Ya'ni mana yerda qanaqadir zavod qurilyapti, u
atrof tabiiy muhitga qanaqa ta'sir qiladi, insonga qanaqa ta'sir qiladi, bu kvotalardan oshmaydimi, me'yorlardan oshmaydimi, chiqindilari, atmosferaga tashlamalari, hammasini o'zining cheklovlari bor, me'yorlari bor-da, chiqindilarni qancha me'yorda hosil qila oladi, qatga utilizatsiya qilib topshiradi, hammasini shuni ekologik ekspertiza jarayoni ko'rib chiqiladi. Obyekt qanaqa ishlaydi, qancha miqdorda suv sarfi, oqibalarni qayerga yo'naltiradi, to'liq obyekt o'rganib chiqilgandan keyin unga talablar, tavsiyalar ekologik ekspertizasi markazi tomonidan o'rnatiladi. Odatda mana shunday ekologik muammolar haqida gap ketganda yo mutasaddilardan takliflarni so'raganimizda bir xil javob berishadi. Daraxtlarni va yashil zonalarni ko'paytirishimiz kerak deyishadi. Lekin nima uchun mavjudlarni saqlab qolish uchun kurashilmaydi yoki harakat juda sust. Tadbirkor daraxt kesadi, dori berib quritadi, yashil hudud o'rnini betonlashtirib tashlaydi. Kimdir buni bilib qolib ijtimoiy tarmoqlarda bong urganidan keyin arzimagan jarimaga tortiladi. Yoz yoki kuz oylarida poytaxtni qamrab olayotgan qum va changli havo nahotki bizga daraxt qushlar uchun jazo choralarini kuchaytirishimiz kerakligini taqozo qilmayapti. Endi daraxt kesilish masalasiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda rejalashtirilayotgan va amalga oshirmoqchi bo'lgan faoliyat turlarini genplan, ya'ni qurilish bosh rejasiga asosan qiladi. Unda qurilish ostiga tushmasligi aniq bo'ladi. Unda ko'rsatilgan bo'ladi. Shuni orqasidan tuman inspektorlari borib joyida xatlov amalga oshiriladi. Hududda nechta daraxt mavjud, uni diametri, ya'ni turi, soni, kelib chiqsa navi, o'shanga asosan xatlov amalga oshiriladi. O'sha xatlovga asosan himoya qilib qolish imkoniyati bor. Mayli, u tizim bor bizda, lekin odamlar bugun tadbirkorlar jarimasini hisob-kitob qilyapti-da, to'lay olar ekanman deb shartta kesib tashlayapti-da. Shuning uchun hozirgi kunda diametri ma'lum bir gradusdan, ya'ni diametrdan kattasiga jinoiy jazo tortilishi qo'yilgan, yo'lga qo'yilgan. Prokuratura bilan birgalikda u narsani shunchaki kesib jarimasini to'lab keta olmaydi hozir. Nechta odam shu aynan jinoiy javobgarlikka tortildi? Hozir u narsaga aniq men bir fakt bera olmayman. Loyiha hujjati ishlab chiqildi, loyiha hujjatida xulosa olindi. Xulosada ko'rsatilgan talablar bajarilmagan taqdirda, o'sha daraxtlarning kesilgan taqdirda unga nisbatan chora ko'riladi yoki xulosasi bekor qilinadi. Lekin men hali hech qayerda o'qimadim-da, xohlayman shuni o'qishni. Masalan, kimdir daraxt kesgani uchun ozodlikdan mahrum etildi degan so'zni o'qimadim, gapni o'qimadim-da hech qayerda. Sudlash jarayonlari ko'p bo'ladi o'zi. Endi ko'pincha ommaga chiqarilmaydi ham, lekin nimaga chiqarish kerakdir balki? Shu ruxsat etishi bo'lsa kerak, anaqani sudda ochiq majlis, yopiq majlis qilib. Yo'q, bu daraxt kesish menimcha yopiq majlisga asos bo'ladigan u yerda hech narsa yo'q. Mana o'tkazilgan ekoreydlarni shaxsan men o'zim ham kuzatib bordim. Juda ko'p sanoat korxonalarida maxsus filtrlar o'rnatilmagani yoki bor bo'lsa ham ancha eski va samaradorligi past ekanligi haqida gapirildi. Tadbirkorlar esa bunday filtrlarning narxini qimmatligi yoki O'zbekiston bozorlaridan topish qiyin ekanligini aytishmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi, shunday filtrlarni o'zimizda ishlab chiqarish imkoni bormi? Albatta, unaqa imkoniyatlar juda keng. Tadbirkorlar topib qilsa bo'ldi. Mahalliylashtirildimi o'zi filtrlar ishlab chiqarilishi yo hali ham chetdan kelyaptimi bizga? Toshkent viloyati hududida sanoat korxonalari uchun maxsus tashlamalar miqdorini kamaytirishga mo'ljallangan filtrlar ishlab chiqaradi. Ishlab chiqaradi o'zimizda mahalliy sharoitda. Xo'p, bizni talablarimizga javob beradimi? Ya'ni sizlar qo'yayotgan talablarga ularni miqdorda faoliyat turiga qarab talablarga javob beradi. Ya'ni aynan mana shu filtrni olib qo'yasan degan nima yo'q? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Shart yo'q. Faqat unda tashlama miqdori 99.5% gacha maksimal darajada ushlab qolish talabi qo'yilgan. Ya'ni yirik korxonalar bor, ularnikini ham shu darajagacha olib chiqish rejada bor bu. Havoning ifloslanishi bir pastda paydo bo'lib qolmaganidek, uning yechimi ham bir kunda yoki bitta ko'rsatuvdayoq topilmaydi. Shunday ekan, bu mavzuda hali ko'p va ko'p gaplashamiz. Lekin ungacha siz va biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat bor. Bu muammoga ko'nikib qolmaslik. Bitta havodan nafas olayotgan ekanmiz, uning tozaligini ta'minlash barchamizning asosiy vazifamiz bo'lishi kerak va biz ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi. Faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli.